Bu videoda video shablon yaratishni ko'ramiz. Demak, bu yozuvlarning hammasini joyini o'zgartirib, o'zingizlarga didingizlarga mos qilib shablon qilib olsanglar bo'ladi. Buning uchun shablon videoga kiramiz. Mana bu asosiy shablon o'zgartiradigan joyimiz. Bularning hammasi yuradi. Agar qaysidir bu yerda element kerak emas bo'lsa, uni tashqariga chiqarib qo'ysanglar, ushbu element shu videolarda ko'rinmaydi. Demak, buni ustiga bosasizlar, buni hammasini rangini o'zgartirsa bo'ladi. Xo'p. Oq rangda va orqa fonini ko'k rangda qilsak bo'ladi. Ko'k rangda qilsak bo'ladi mana. Hop, buni umuman orqa fonini olib tashlaymiz. Va razmerini kichkinaroq qilamiz. Hop, keyingisi nazvaniyasi. Buni ham orqa fonini olib tashlaymiz. Rangini qizil qilamiz. O'zingizlarning didingizlarga qarab turib, yana har xil anaqalar qilsanglar bo'ladi. Razmerini katta qilib pastga qo'yamiz. Hop, narxini ham endi mana bu shriftlarni ham o'zgartirsak bo'ladi, har xil shriftlar. Telefon nomerini pastga qo'ysa bo'ladi. Keyin email operator buni ham tashqariga chiqarib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Saqlanit va hozirgi yasagan turimizga kiramiz. Video. Mana Phuket o'zgardi, uchish sanasi, yozuvga, anaqa turi, oti, narxi. Mana bu yerda boyiga обработка bo'lgan eski montaj bu. Bu yoqda mana hozirgi yangi montaj. Bu hali montaj qilinmadi. Buni montaj qilish uchun bu yerda saqlanit video na server qilsak. Mana bu yerda montaj qilingan video o'zgaradi endi. Mana o'sha o'zgardi montaj qilingan video. Videoga kiramiz. Mana bu yerda o'sha kerak emas narsalar turadi. Bu yoqda o'sha tayyor montaj qilingani. Buni отправить video в Telegram qo'yarsak, xuddi shu yangi montaj Telegramga tushadi. Mana uspешно отправлено bo'ldi. Mana yangisi tushdi o'sha. Keyingi videolarimizda ham tegishli shablonlarni o'zgartirishni ham ko'rsatamiz.